Hoziroq uni olib chiqing. Aytaman. To'xtang. Menimcha to'g'ri gap aytdi. Ularni o'ldirish orqali hech qanday jinni ushlay olmaymiz. Lekin men o'ldirgan odam aslida jin bo'lib chiqsa-chi? Bu jinlarni qidiradigan kompas. Jin yaqinlashganda ichidagi tosh harakatga keladi va bizga uni topishga yordam beradi. Shu vaqtgacha bizni laqillatib kelding. Endi bizga aslida kimligingni ayt. Bu uchun sizga rostini aytaman. Men jinman. 9 dumli tulki jini. Qani davom et. Meni o'ldir, borib pulingni ol. Shunchalik o'limni istar ekansan, tilagingni bajo keltiraman. Hazratim, iltimos bunday qilmang. Men uning nomidan tushuntirib beray. Qizim, albatta boshqalardan farq qiladi. Uning qoni ilonlar va jarkanch hasharotlarni o'ziga tortadigan hidga ega. Odamlar uni jin deb atashlari mumkin, lekin u unday emas. Ko'p odamlar uyimga kelishda itning qonini sepishdi. Bizni bir joydan boshqa joyga haydashdi. Qayerga borsak ham ta'qib qilishdi, lekin u jin emas. U meni xotinimdan tug'ilgan inson.